أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum sabaqdaşlar. Bugünkü dersimiz el-adet. Yani san ve sanalgıçlar hakkında toxtalımız. Şimdi adet Arap tilida bu sanlarning ki şu sanalgıç bilan kelish holatlari ve sanlarning murakkab bo'lish holatlari, sanlarning ma'tuf alay bo'lish holatlaridan iborat har xil o'xshamagan shakllarda ishlatiladi. Endi sanlardan 1 ve 2'nin sanalgıcısı kelmeydi. 1 ve 2'den ibaret vahid ve isnandan ibaret, vahide ve isnatandan ibaret bu 1 ve 2 sübet mevsup şekilde işletildi. Bunun temiz, yani bunun farklandırıcısı kelmeydi. Ama 3'ten tatip 10'ğucu boğan sallığa kelsek, 3'ten tatip 10'ğucu boğan sallar sanalgıcısı bilen er ayallıkta karma karşı keledi. Sanalgıcı erlik bolsa san ayallık keledi. Sanalgıcı ayallık olsa san erlik keledi. Ama sanalgıcının erlik ayallık keldigini qata qilishda o sanalgıcınınki birlikki qaraymiz. Bir sözünü er ayallık deb qarashda biz onun mufrad şekli qaraymiz. Mesela riyal degan sözünü biz 3 riyal demekçi olsak salasatu riyalatin deymiz. Asla hazırdık. San bilan sanalgıcı qarma qarshi kelish kerak bo'lgandan keyin salasatu tav bo'lgandan keyin riyolatda tav bo'lmaslik kerakdi. Salasu riyolat bo'lish kerakdi. Unda qo'ymaydi. Nimishqa riyolatninki birligi riyal. Riyalning ko'pligi riyolat bo'lg'achqa, shunga biz buning birligini qatag'i olib turamiz. Shunga salasatu riyolat deymiz. Demak 3dan tatib 10'ğucu bo'lgan sanlar sanalgıcı bilan er ayollarda qarma qarshi kelishlar. Birga sanalgıcı bilan sanning o'tirisida izafetlik birikme hasıl buludu. San muzaf şeklinde, sanalgıcı muzafilley şekilde kilidu. Şundakla sanalgıcı köplik kilidu. Muzafilley olan ki zırıklıdu ve köplik kilidu. Ama 11 ve 12'den ibaret bu sallağı kelsek, 11 ile 12 bu birikken sallağı bulup, her işkili hanesi sanalgıcı bilan maslaşıdır. Mesela 11 oğul okuğucu demekçi olsak ahada aşar taliben deyimiz. 11 kız okuğucu demekçi olsak ihda aşarata talibetten deyimiz. Hem de aşire sözü adeta ta kelmegen çağda aşare deb shin zibar okulsu mu? Ta kelgende bunun da her xil lügatlar var. Mesela aşratu, aşiratu, aşaratu. Köpünce shin sukun oqilgan holatim bor, shin kasr oqilgan holatim bor. Ashira, ashra degan o'xshash. Endi 3dan shu 11 bilan 12ning har ikkili xonasi sanalg'uchi bilan moslashib keladi. Ammo 11 bilan 12 ham bu mu'rab holat shakllanadi. 11 bilan 12ningki birinchi bo'ligi mu'rab bo'ladi, ikkinchi bo'ligi mabni bo'ladi. Masalan 12'ni misalga alsak, Ja'a isna aşar taliben. 12 oğul okuğucu geldi. 12 kız okuğucu geldi demek olsak, Ja'a isnata aşarata talibetten deyimiz. Ama mensuplu halatı ra'aytu isnatay aşarata talibetten. Ra'aytu isnay aşarata taliben degen o'xshash. Demek merfu mensuplu halatlarda ve mecrul halatlarda İşkilik isim muamele kılınğandek muamele kılınıdı. Ama 13'ten başlayıp 19'ğucu bo'lgan sanlar bunun ismini adadul murakkab deb qarab, bunun her işkili xonasi fathaga mabni bo'ladi. Meyli bu daraja san shaklda bo'lsin yoki sanaq san shaklda bo'lsin, her işkili xonasini fathaga mabni deb qaraymiz. Ama 20 ve kelsak 20 ve 30 40 deganga o'xshash Olluk sallah deyimiz. Şirun salasun erbaun hamsun sütun sabun saman tisun deganga o'xshash sallah. Bunu bula olluk sallah olup bulanın mı muamelesi cemi muzakker salim muamele kılıngandak muamele kılınıp
baş kiliş altı o bilen işrun, düşümkiriş ve ıgır kiliş altı ya bilen kildi, işrin, salasin, arba'in degen okşaş. Ama 23'ten ama 21 ile 22'ye geçiyorsa 21 ile 22 xuddi 11 ile 12 muomala qilingandak sanalg'uchilar er ayollarda maslashib keladi. Ama 23'ten 29'gacha, 33'ten 39'gacha, 43'ten 49'gacha, 53'ten 59'gacha, 83'ten 89'gacha, 93'ten 99'gacha bo'lgan sonlarda xuddi 3'ten tortib 10'gacha bo'lgan sonlar şu sanalgıçılar karma karşı gelgendek şu karma karşılık yani hasıllap dururdu. Mesela 25 oğul okuyucu geldi demekçe olsak Ca'a hamsatun ve işrune taliben deyimiz. Eğer 25 kız okuyucu geldi demekçe olsak Ca'a hamsun ve işrune talibeten deyimiz. Şu an aşı karma karşılık, üstünde de onu geçen karma karşılık, er ayalda karma karşılık geliş ahvali mevcut olup durdu. Ama 11'den başlayıp 99'cu boğan sallanın sanalgıcısı birlik nesbi okulup geliyordu. Meyli sanalgıcı ayallık olsun, meyli erlik olsun, ineksiz birlik ziber okulup geliyordu. Ama 100 ve 1000 ve onun oturdaki hessedaşları 200-300 gen bu sallanın hemmesinden sanalgıcısı birlik zirve qılıp keledi. Ama kısmen alalarda yüzden sanalgıcısı köplük qılıp keledi. Bu mesela sanalgıcısı muzaf ile şekillenip birlik zirve qılıp keledi. Mana bu sallardaki ahvalatlar. Bunun başka sallarda sanaqsan, derecesan, tesirsan deb san 3 ga bo'linadi. Bu navbatda darsimizda chiqadi. Sanaqsan, derecesan, tesirsan deb. Endi sanaqsan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20-30 degandagi sonlarni biz al-adad al-ism sanaqsan deymiz. Darajasan cho masalan fa'ilun yoki fa'ilatun vaznida kelgan bo'lsa darajasan bo'ladi. Masalan salisun 3-chi, rabiun 4-chi, xamisun 5-chi deganga o'xshash. Tasir sancho desa bir holatdan yana bir holatga o'zgarkichi bo'lgan sonlarni deymiz. Bu masalan Rabi'u salasatin 3'ni 4 qilg'uchi degan go'sh. Bu o'z davatida chiqadi. Musannif bu haqda sana haqida mundaq deydi. Salasatin bitta'i qul lil ashara fi addi ma uhaduhu muzakkara. 3'ten tatib 10'g'uchi bo'lgan sonlar birliki muzakker bo'lganni sanashda ta bilan so'zlang. 3'ten tatib 10'g'uchi bo'lgan sonlarni birliki muzakker bo'lganlarni sanashda ta bilan so'zlang dedi. Buni bundan tushunib oldik. Biz bayonda o'tgandek 4 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak salasatu tullab, 10 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak ashratu tullab deganga o'xshash. وفي الزد جرت والمميز جرور جمعا بلفظ قلة في الأكثر. Ziddida qarma qarshida ta'dini xoli qiling. Uning ziddi deganimiz ya'ni shu muzakkarning ziddi bo'lgan muannasda sanalg'uchisi muannas bo'lganda u sandan muannasning ta'sini xoli qiling. Val mumayyiza jurur. Siz mumayyizni zir o'qing. Mumayyizni ko'pincha vaqtda jami qillat lafzi bilan kelgan jami bo'lgan holatda tamizni zir o'qing. Demak 3'ten tatib 10'g'uchi bo'lgan sonlarning sanalg'uchisi davomli zir o'qilib keladi, ammo vazni jami qillat vaznidagi jamilarning kelishi ko'p bo'ladi, jami kasrat vazni bilan ham keladi. Mesela salasu nisa'in arba'u talibatin deganga o'xshash ishiltiladi demakchi bu hozir. Wa mi'atan wal alfa lil fardi adib wa mi'atun bil jam'i nazvan qad rudib. 100 ve 1000 birlik isim, 100 ve 1000'ni birlik isimga muzaf qiling. Demak 100 ve 1000'ning sanalg'uchilari birlik isim bo'ladi. Muzafillay shaklida qildi bo'lsa mi'atu rajulin, alfu rajulin deganga o'xshash muzafillay shaklda birlik keladi. Va mi'atun bil jam'i nazran qad rudib.
100 ba'zida jami ism bilan qurashtirildi. Yani bazı çaqlarda 100'ning sanalg'usi jami qiladigan ahvol bor. Masalan, salasi mi'ati sinin, mi'ati sinin deb sinin jami kelgan demoqchimiz. Endi ve ahada zkur vesilenhu bi ashara murakkaban qasida ma'dudin zakar. Ahadni sözlen. Onunğa aşarani tutashtiring. Şunu bilan ahada ashar bo'lsin, murakkab bo'lgan holatda muzakkar sanalg'uchini maqsad qilgan holatda. Muzakkar sanalg'uchini maqsad qilib turib, mushu ahada bilan asharani bir murakkab bo'lgan holatda ahadaga asharani tutashtirsangiz, ahada ashar bo'ladi. Demak, aylikni mesela 11 talib demek, o'quvchi demakchi, o'g'il o'quvchi demakchi bo'lsak, ahada ashar taliban desak bo'ldi. Har ikki xonasi pataga mabna va adadul murakkablar, lekin 12 ning birlar xonasidan boshqa. Masalan, inni ra'aytu ahada ashar kawkaban deganga o'xshash. Ammo muannisda cho'q deganda muannisda bundoq deydi. وقل لدى التأنيث 11 والشين فيها عن تميم كسره. Siz müennesni sanagan çağda 11'den ininde şin bani tamimden kesr okulup geldi. Demek kız okucunu sanamakçı olsak 11 talibeten desek buludu. Hem de şu aşra sözü ben bayamda öttüm. Aşratun, aşra, aşara, aşire 3 xil lug'at bor. Shinning sakinlik holati, shinning fathalik holati, shinning kasrlik holati. Kasri sakin ve fatha. Ama zammilik ashurada zammilik holati emas. 3 xil holatda ishlatildi. Bani Tamimda ashra sukuni qo'sh ko'p. ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فعل قصده. أحدانın ve ihdanın gayri bilen o ikisi bilen kılganını maksat kılıp kılın. Siz ahadani bilen qanday qildik deganda ahada bilen 11 ahada ashar dedik. Ayolliqni ihda ashar dedik. Çünkü ahadanın gayri ve ihdanın gayri bilen o ikisinden kılgan işini kılın, maksat kılın deydi. Onda da onun gayri 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 la boğan bolsa onda da yani 12 demekçi olsunuz, oğulunu sanalgıcı aylık olmakçı olsa mesela isna aşar degen koşar. İsna aşar taliban. 13 o'quvchi demoqchi bo'lsak, salasita ashar taliban demoqchi. Ayol qizni sanamoqchi bo'lsak, ayolni sanamoqchi bo'lsak, isnata ashar talibatan yoki isnata ashara talibatan deganga o'xshash. Yoki salasa asharata talibatan deganga o'xshash bo'ladi demoqchi. Vali salasatin va tis'atin va ma beynahuma irrukkiba ma quddima. 3'tün tatip 3'tün tatip 9'ğucu bo'lgan sallar 3 ve 9 ve ikisinin o'ttirdiki sallar 3'tün tatip 9'ğucu bo'lgan sallar agar bu murakkab bo'lsa ahada ashar, isna ashar, salasa ashar, arba ashar, khamsa ashar, sita ashar, saba ashar, samaniya ashar, tisa ashar deb mushu murakkab bo'lsa şu 3'tün tatip ve onu o'ttirdiki sallar üçün ilgirki qoida bor. Maquddima ilgir qilingan narsa bor degan gap, ilgirki narsa bor degan nima ilgirchi desa 3'tün tatip 10'ğuchi bo'lgan sallar sanalg'uchi bilan qarama-qarshi ketdi. Murakkab bo'lgan holatdimi, ashara bilan murakkab bo'lgan holatdimi 3 a sanalg'uchi bilan qarama-qarshi kelsin. Mesela 14 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, arba'ata ashara taliban bo'lsin. Sanning birlar 3 4
degan sonlar bari sanalg'uchilarning qarama qarshi kelsin, ashara moslashib kelsin demoqchi. Va awli ashratan va awli ashratasnatay va ashara isnay va iza unsa tasha aw zakara. Asharaga isnatayni va asharaga isnayni ilgir qiling. Asharataga isnatayni ilgir qiling, uninglar isnatay ashara bo'lsin. Asharaga isnayni ilgir qiling, isnay ashara bo'lsin. Agar siz ayollikni yoki erlikni maqsad qilsangiz. Agar erlikni maqsad qilsangiz, isnay mesela 12 o'g'il o'quvchini ko'rdim demoqchi bo'lsak, isnay ashara taliban. 12 qiz o'quvchini ko'rdim demoqchi bo'lsak, isnatay ashara da talibatan deymiz demoqchi. Demak, marfuliq buning 12 ning birlar xonasi ilib ishkilikisi muomala qilgandek muomala qilingancha rafilik holda boshqilish holda alif bilan isna ashar. Tushuntirish va egalik qilish holda isnay ashara. Isnay ashar. Isna bunda holat keladi demoqchi. Val ya li ghayri rabbi warfa bil alif wal fatu fi juz'ay siwahuma ulib. Rabbining g'ayri uchun jaba. Rabbilik holati alif bilan. Shu deydi hozir isna jaa isna ashar taliban ra'aytu isnay ashara taliban marartu bi isnay ashara taliban demoqchi. Şu Rabbining boshqilishdan g'ayri bo'lgan mansub va majrur uchun yani ishlating, alif bilan boshqilish keltiring. Wal fatu juz'ay siwahuma ulib. Mushu isna ashar bilan isnatay ashardan iborat, mushu isnataydan iborat, mushu ikkisining boshqisining her ikkili juz'isida fatha ko'rinib ketdi degan gap fathaga mabni qilindi. Demek 12 ning birinchi xonasidan boshqa barliq adadil murakkablarning har ikkili xonasi fathaga mabni, ahada ashar, salasata ashar, xamsata ashar deganga o'xshash. وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين هنا 20'den 90'gıcı bo'lgan sallarning 20'den tatib 90'gıcı bo'lgan sallarning sanalg'uchisini birlik isim bilan farqlantiring. 20'den 90'gıcı bo'lgan sallarni birlik mufrad so'z bilan farqlantiring. 40 hina degan o'xshash. Demak, bu yer demak cho'g'ini o'nliq sallarning adadal uqut 20, 30, 40, 50, 90, 70, 80, 90 dan iborat. Mushu o'nliq sallar deymiz bu. Mushu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 degan bu sallarning sanalg'uchisi cho'qim birlik keladi. Ammo sanalg'uchisi bilan ayollikda o'zgarish bo'lmaydi. 20 o'g'il o'quvchiga 20 taliban, 20 qiz o'quvchisi 20 talibatan deymiz. Ammo sanalg'uchisi cho'qim birlik bo'lib keladi. Tamiza cho'qim birlik zibar o'qilib keladi. Va in udifa adadun murakkabu wa mayyazu murakkaban bimislima muyyiza 20 pesavviyen huma. Ular Araplar murakkab bo'lgan sallarni, ya'ni ahada ashardan boshlab 19 o'xshash murakkab bo'lgan sallarni 20 degan 20 farqlantirilgan narsaning o'qishi bilan farqlantirdi. O ikkisini barobar qiling. Demak, cho'g'ini xuddi 20ning tamizi 20ning tamizi birlik kelganga nasb o'qilib kelganga o'xshash, 20ning tamizi nasb zibar o'qilganga o'xshash, adadil murakkabning tamizi nasb o'qilsin dedi. Va an udifa adadun murakkabu yabqal bina va ajzun qad yu'rabu. Agar adadi murakkab
izab qilinsa, murakkab bo'lgan son izab qilinsa, adadi murakkab. Yine 11'den başlab 11'gacha bo'lgan sonlar izab qilinsa, mabniyki qab qiladi. Masalan, 13 dedik. Haza 13 taliban dedik. Aslında bu 13 o'quvchi dedik. Endi haza 13 Muhammed. Bu 13 Muhammed, haza 13 Muhammedin, haza 13 Muhammedin degan o'xshash. Endi bunun da deydi, mush adadil murakkab muzab bo'lsa, mabniylik qab qiladi. Asli mabniylik o'zgarmaydi. Masalan, 13 bo'lsa, haza 13 Muhammedin degan o'xshash. Vel aczu qad yura. Ba'zida oxirgi bo'ligi mu'rab bo'lgan ahvol bor deydi. Masalan, haza 13 Muhammedin degan o'xshash. Ra'aytu 13 Muhammedin. Marartu bi 13 Muhammedin deb mu'rab qilgan ahvolim bor. Jami holatda mabni qilgan ahvolmi ham bor. Chiqili ahvollar. Ve suğ min isneyni fema fevqahu ila aşaratin kefa'ilin min fa'ala ve ahtimhu bit ta'nisi bitta ve meta zakkerti fezkur fa'ilen bi gayri ta. Siz 2'den başlap 10'ğucu bo'lgan barliq sonlarning fa'aladin yasalgan fa'ilin o'xshash vezni ism mushtaq ism yasab chiqing deydi. Bu yerda ismil adaddan fa'il veznidan ism yasab chiqish. Masalan, salasidan salisun, arba'dan rabi'un, khamsadan khamisun yasab chiqishning gapi. Buni daraja son deb ataymiz. Ayrıki ta'siz ayolliqi tavilan asli qoida o'nchi keladi. Vaqtimhu bitta anisi bitta. Bu fa'ilun vazi bilan yasalgan daraja sonlarni muannasda ta bilan oxirlashtiring. Qachoniki muzakkarni so'zlasangiz, uni ta'siz fa'il vaznida so'zlang. Masalan, bu 3-chi sinf demoqchi bo'lsak, haza faslun salis, haza faslun rabi deganga o'xshash shunday keladi. Endi muannas keltirmoqchi bo'lsak, hazihi talibatun salisatun, bu 3-chi qiz o'quvchi deganga o'xshash. Ve in turid ba'zallazi minhu buni tuzib ilayhi misli ba'zin bayyini. Agar siz mushu daraja son iningdan yasalgan sonlarning ba'zisini maqsad qilsangiz, şu daraja sonni şu yasalgan sonning o'ziga mushtaqqun minhusning o'ziga, masalan, salis mushtaq. Buning mushtaqqun minhusi salasa bo'ldi hozir. Şu siz uningdan yasagan mushu mushtaqning ba'zisini şu mushtaqqa minhugan salasi songa izab qiling. Xuddi rushan bo'lgan ba'zini muzab qilganga o'xshash. Ya'ni demak, buningdagi izobatul ba'z ilal kul bo'lsin. Ya'ni muxil izofat ba'zining kulg'i bo'lgan izobatini bildiradi demakchi. Masalan, salisu salasatin degan 3'ning 3-chisi degan bo'ldi. Sanisning 2'ning 2-chisi degan bo'ldi. Rabiu arba'atin 4'ning 4-chisi. Ashiru asharatin 10'ning 10-chisi degan bo'ldi. Bu yergi izofat ba'zni kulg'izab qilgandan o'nda bo'ladi. Xuddi bu xamisu xamsatin desak, ba'zul xamsa degan bo'ldi. 5'ning ba'si degan ma'noda. Yana bu bunday qilganda salisu salasatin degan gap. Haza salisu salasatin, bu 3'ning 3-chisi degan gap. Bu 3 o'ylanning biri degan bo'ldi. Haza wahidun min salasa. Haza rabi'un, masalan, rabi'u arba'atin bo'lsa, haza ahadun min arba'a, bu 4'ning biri degan ma'noda. Shu ba'zilik ma'nosini bildiradigan izofatni maqsad qilingan.
Ve in turja'lel aqalli mislema fasav fevku fehukme ca'ilin lehu kuba. Eğer siz aqalni azır tüvinni üzdün yuqurusqa o'xshash qilishni maqsad qilsangiz, uningga shu fa'ilun vaznida kelgan ismga ja'ilun hukmini hukm qiling. Demak, fa'ilun vaznida kelgan so'zga ja'il qilg'uchi degan ma'noni bering. Demak, cho'g'imiz bu yerda mushu fa'il vaznini islashni maqsad qilgan bo'lsak, aqalni tüvinni üzdün yuqurisidan bir vaqtda barobar bir qilish maqsad qilinsa, şu fa'il vaznida kelgan sanga ja'il hukmi beriladi. Ja'il hukmi bilinsa, buni tasvir san deb ataymiz. Mesela ja'ilus bu odatda haza rabi'u salasatin. Bu rabi'u salasatin 3ni 4 qilg'uchi. 3ni 4 qilg'uchi desak, biz bu yerda aqalni o'zining yuqorisiga o'xshash qilmoqchi bo'lgan 3ni 4 ga o'xshash qilmoqchi bo'lgandan keyin haza rabi'u salasatin, bu 3ni 4 qilg'uchi. Haza xamisu arba'atin desak, bu 4ni 5 qilg'uchi deganimizga o'xshash. Yana demakchi bo'lgani masalan haza rabi'u salasatinning o'zi haza ja'ilus salasati arba'atin degan bo'ldi. Bu 3ni 4 qilg'uchi doğruda ja'il ma'nosi ja'ilning hukmini uning hukm qilingan gap ja'il ma'nosi ja'alaning ism fa'il bo'lgan ja'ilun ma'nosi uning biring degan bo'ldi. Masalan ma yakunu min najwa salasatin illa wa huwa rabi'uhum degan gap, ya'ni bir 3 paranglashini maxfiy paranglashdan 3 odam yo'q bo'lsa, u ularni 4 qilg'uchi degan ma'noda. Rabi'u salasat. Endi bu ba'zi chaqda izofatsiz holatda kelib, masalan haza salasatu haza rabi'u salasatin desak, bu 3ni 4 qilg'uchi degan bo'ldi. Endi buni izofatsiz keltirsangiz nima bo'ladi? Haza rabi'un salasatan. Bu 3ni 4 qilg'uchi desak, haza mubtada, rabi'un xabar, rabi'un ismul mushtaq, salasatan rabi'unning maf'ulun bih deb qaraladi. Bu xuddi izof. Ama hazır rabi'u salasatin desek buldu. Hazır rabi'un salasatin desek buldu. Bu xuddi bu yerdeki izafeti lafzivi şekilde bulundu. Çünkü rabi'un bir ism mushtaq hisoblangan chiqar. Ama buningdan darajasi san maqsad qilinmaydi. Buningdan faqat tasvir san maqsad qilinadi. Yani o'zgartirish degan ma'noda. Ve in aradta misl sanisnayn murakkaban faji bi tarkibayn. Endi umum sallarning ba'zi mesela izafet xuddi izafet lafzi şekilde üzdün aqalni üzdün yuqurisiga o'xshash qilishni maqsad qilib izofat qilinadigan rabi'u salasatin deganga o'xshash. Bundagi rabi'u salasatinga o'xshash bo'lsa tasvirsan bo'ldi. Ammo rabi'u arba'atin bo'lsa, bu yerda izofatul ba'z ilal kul bo'ldi. Ba'zida kulga izofat qilish bo'ldi. 4-inchisiga ham 4ning biri degan ma'noni chiqqan bo'ldi. Endi musannif deydi, in aradta misl sani isnayn. Agar siz 2ning ikkinchisining sani isnaynning o'xshishini murakkab holatda maqsad qilsangiz, sani isnayn degan bo'lsa 2ning ikkinchisi, ya'ni haza ra'aytu sani isnayn desak, ra'aytu wahidan min isnayn degan bo'ldi. 2ning birini ko'rdim degan bo'ldi. Ra'aytu sani isnayn bo'lsa, 2ning ikkinchisini ko'rdim degan, 2ning birini ko'rdim degan ma'noda bo'ldi. Bu sani isnaynning o'xshishini, ya'ni izofatul ba'z ilal kul bo'lgan shaklni murakkab holatda maqsad qilsak, buni 2 dona murakkab bilan keltiramiz. Masalan, 13ning salisa salasata salisa ashara salasata ashar. Salisa ashara salasata ashar deganga o'xshash. 13ning 13-chisi deganga o'xshash. Ya'ni 13ning biri degan ma'no chiqdi buningda. Masalan, sani ashar isnay ashara. Ja'ani
Sani aşer, isna aşer desek 12'nin 12.si keldirgendek. Salise aşer, sırasta aşer. Cani salise aşere, sırasta aşer desek 13'nin 13.si keldirgen gep. Yani cani ahadum min sırasta aşer gen boldu. Cani ahadum min sırasta 13'tün bir keldirgen ma'noda çıkdı. Bunda bolganda faci bir terkibeyinde de bu hemmisi işkili bölükü mebni oludu. Fethaga mebni oludu. Çünkü cani salise aşere salasete aşer degan o'xshash. Ama fail vazni bilan kelgan chaqda onda qarama-qarshilik mavjud bo'lmaydi. Aw fa'ilan bi halatayn azifi ila murakkabin bima tanwi yafi. Yoki fail vaznini ikki holat bilan bi halatayhi degan ikki holat bilan kelgan fa'il, fa'ila, muzakkar va muannas holati maqsad. Fa'ilun, fa'ilatun degan iborat. İki holat bilan fa'ilni murakkabga izof qiling, maqsadingizga vafo qiladi dedi. Anda bo'lsa bayan dedik salisa ashara salasata ashar dedik. Endi uni fa'il vaznlama kelsak salisa salasata ashar. Salisa salasata ashar 13-chi degan ma'noda, ya'ni 13ning 1 degan ma'no chiqadi. Bunda keltirsak bo'ldi maqsad. Vafo. Yoki üçüncü hırbil yolba o qasidsanız ve şa'al istigna bi hadi aşar ve nahvi ve qabla 20 zukura ve babihil fa'il min labzil adad bi halati qabla vavin yu'tamad degan boş. Üçüncü bir halat yine hadi aşar bilan ve onun o'xshishi bilan bir hajat bo'lish qolgandir. Anda 13 demoqchi bo'lsak yani salisu aşarin 13. geldi. Rabi'u aşarin, hamisu aşarin degan o'xshash. Hadi aşara degan o'xshash. Hadi aşar bilan bunda holatda hadi aşar, sani aşar, salisa aşar deb har ikkala faxonasida pattaga mabni qilib ja'ani salisa aşara 13. geldi desak bo'ladi. Yoki birinchisi ma'rab, ikkinchisi mabni qilib ja'ani salisu aşara deb qilsak bo'ladi. Ya har ikkilasini ma'rab salisu aşarin deb bunda keltirsak bo'ladi. İrobi jihatda bu xil holatida salisu aşarda av asli qaytarsak salisa aşara salasata aşardi uning av birinci bo'lakdan salisa aşar tashlangan, salasata aşardan yine aşar tashlangan, ikki aşar tashlanib nima? Birincisinden salise aşara salasata aşarda birincisinden aşara taşlangan, ikincisinden salasata taşlangan, şundan salise aşar qilib qolgan. Mushkil holat demakchi. Ve qabla 20ning oldida qabla 20 zukura 20ning oldida ve 20 babining oldida 20 bab qasi salasun 40 50 60 70 80 20'nin aldıda ve 20 babının aldıda fail veznini sözlen sanның şu sanның labzidin boğan yani adet labzidin boğan yani failin sözlen degen hem de failadin çıkan fail emas adet labzidin boğan failin gap yoki salisani ya rabiani ya hamisani bundaq sözlen ikki xil holati bilan engem muzakkar muannaslik holati bilan vovul atbining oldida. Demek bu yerda maqsad nima desa 23dan 29-chi bo'lgan yoki shu 20 bilan 30ning o'rtasidagi murakkab salla 30 bilan 40ning o'rtasidagi shu sallaning matfin layga bo'lgan shakli ishru yani vo kelgani karafatpa vodan kin kelgan ishrun salasin degan so'zda matub voning oldidagi fa'il vazni ko'rgan san matfin alalay bo'ladi. Masalan bunu ko'rsak biz endi mesela hadi ve 20 mana fa'il vazni keldi. Hadiyatu ve 20 sani ve 20 saniyatu ve 20 salisu ve 20 salisatu ve 20 degan o'xshash mushun demakchi. Bu darisallar mushkil shaklda kasb bo'ladi demakchi. Navbatda ko'rmoqchi o'g'limiz kam va ka'yin va kaza.
Endi kam va ka'yin va kaza haqida to'xtalgan vaqtimizda kam bu kam istifamiya va kam xabariya bo'lib ikki xil ishlatiladi. Ka'yinmi va kazami kamga o'xshash bo'lib, ka'yin va kazalar bu kam va ka'yin va kazani kinoyi sallar deymiz, kinoyi labzlar. Alfazul kinoyat kinoyi labzlar bo'ladi. Endi kam istifamiya bo'ladi. Kam istifamiya bo'lganda bir narsaning sonidan savol so'raydi, ammo buning tamyizi kam istifamiya bo'lganda tamyizi nasba o'qiladi, birlik keladi. Ammo kam istifamiyaning beshiga har bir jar qurilishilganda o chaqda uning tamyizi zir o'qilsin bo'ldi, zibar o'qilsin bo'ldi. Zibar o'qilsa tamyizlik asosan zibar o'qiladi, zir o'qilsa ashara ba deb qaratgan bir hurfi jar bilan zir o'qilgan bo'ladi. Ammo kam xabariya bo'lganda uning tamyizi birlik kelsin bo'ldi, ko'plik kelsin bo'ldi, lekin zir o'qilib keladi. Musannif bu vaqtda mundaq deydi: "Va mayyiz fil istifhami kam bimislima mayyazda 20 kakam shaxsan sama." Kam istifham ma'nosini bildirib kelganda 20 ni farqlantirgan narsani o'xshash bilan farqlantiring. 20 ning tamyizi birlik zivar o'qilib kelganga o'xshash, kam istifhamiyaning tamyizi birlik zivar o'qilib keladi. Kam shaxsan sama deganga o'xshash. Nurg'un qancha shaxs oliy bo'ldi deganga o'xshash. Shaxsan mishatamiz. Endi kam xabariya bo'lganda-chu, desa kam xabariya bo'lganda musannif mundaq deydi: "Va ajiza an tajurrahu min muzmara in valiyat kam harfi jarrin muzhara." Siz o kamning tamyizini kam istifham tamyizini yushrun min bilan zir o'qishni durust qiling agar kam oshkora harfi jarga yondashib kelsa. Bikam riyalin bikam deb bani harfi jar keladi. Masalan, bikam riyalin ishtirayta hazal kitob, bikam junayhin ishtirayta hazal kitob, bikam lira ishtirayta hazal kitob degandek shu ba kelganligidan kamlashtir ikki xil. Bikam riyalin ishtirayt desangmi to, bikam riyalan desakmi bo'ldi. Chunki ajiz durust sanang deganligi uchun shunday qilsak bo'ladi. Endi kam xabariya bo'lganda-chu desa, kam xabariya bo'lganda nurg'un degan ma'noni bildiradi. Vastamilanha mukhbiran ka 10 aw 100 ka ko'p ka kam rijalin aw mara. Siz kamni kam xabariya bo'lgan holatda asharaga o'xshash ishlating. Kamning tamyizini asharaga o'xshash yoki mi'aga o'xshash ishlating, bu kam xabariya bo'lgan holatda. Demak, kamning tamyizi asharaga o'xshash deganimiz kam asharaning tamyizi ko'plik zir o'qilibdi, mi'aning tamyizi birlik zir o'qilibdi. Ikkilisi zir o'qilsin, birlik kelsin, bu ko'plik kelsin, bu kam rijalin aw kam marra degan. Nurg'un degan bu kam rijal. Kam marra degancha nurg'un ayol degan ma'noda. Marra ma'nosida. Imra'a ma'nosida. Demak, ikkilisi zir o'qilib kelgandan ikki bo'ladi. Masalan, ja'a kam rijalin nurg'un erlar keldi. Ra'aytu kam rijal, men nurg'un erlarni ko'rdim. Ana. Deganga o'xshash. Mesela kam rajulun ra'aytu mislaka kam rajulun ra'aytu mislaka. Men sendakdan netchini ko'rganman. Sendakdan to'lini ko'rganman. Netchini ko'rganman deganga o'xshash. Kakam ka'ayyin va kaza yantasib tamyizu zayni va bihi silmin tusib. Ka'ayyin bilan kaza kamga o'xshaydi. Va nasb qiladi. Onun mushi ikkisining tamyizi nasb qiladi. Va mush ka'ayyin bilan kazaning tamyiziga minni tutashtiring, to'g'ri qilgan bo'lsa, tamyizi min bilan zir qilsin bo'ldi, ya minsiz zir qilsin bo'ladi. Endi bu shu kamga o'xshashgan gap kam xabariyaga o'xshash degan demakchi. Endi masalan bu kinoyaning qatoridan bo'ldi bu endi. Kinoyalarning kam va kaza bu ikkisi kam xabariyaga
o'xshash dedik. Mesela ka'ayyin min nebiyyin nurgun peygamberler. Qara'tu kaza ve kaza kitaben men mundaq kitaplarni o'qiyotdim degan go'sh. Qara'tu kaza ve kaza kitaben. Qara'tu kaza kitaben men mundaq kitapni o'qidim. Hech bo'lmasa o'rni ko'rdi. Qara'tu kaza ve kaza. Qara'tu kaza ve kaza min kitaben. Qara'tu kaza ve kaza kitaben. Qara'tu kaza ve kaza min kitabini ishqilolat durust. Demek bunundan kırvalı buldu ki kazanın temizi nesbu kuludu. Şu kazanın temizi nesbu kuludu. Lakin yakin min koşulup zırh kulsun buludu. Ama dikkat kılış karzıydıgan iş kemis tifamiye çokum cümlenin beçkegen bilen kaza o yaki kayin cümlenin sözünün beçkegen bilen ama kaza bu adeta köp degan ma'noni bildirdi, az degan ma'noni bildirdi. Kayinning xilofi bilan odatda shu masalan qara'tu kaza va kaza degandek jumlaning oxiri bilan kelalaydi. Navbatda ko'rmoqchi o'g'rimiz al-hikoya. Endi hikoya degan nima desa, al-hikoya deganimiz bu bir iradul lafzul masmu ala hay'atihi min g'ayri taghyirihi fihi. Bir anlangan bir lafzini özgertmesiz öz aynı keltirgenlikne biz hikaye deymiz. Mesela ra'aytu Haliden desek Haliden mef'ulun bir. Men Halid'i gördüm desek bir depti. Men Halid. Kim o Halid degen dese mişede men Halidun ve men Haliden. Men Haliden desek mişede Halid degan kim o desek Haliden nesbi qildi mu? Haliden mişede hikoya qilingan söz. Men ismi istifhom bo'lib mubtada Haliden xabar marfu alamatir rabbi az-zamma al-muqaddara buludu. Çünkü onun ahirisida zammining oshkor bo'lishi hikoyaning sababi bilan oshkorlash cheklangan. Endi hikoya qilingan söz ya mufrat oludu, hikoya qilingan söz ya cümle oludu. Eğer hikoya qilingan söz mufrat bo'lsa, bunun i'robi taqdiran bo'ladi. Hikoya qilingan söz cümle bo'lsa, bunun i'robi mahallan bo'ladi, mabni bo'ladi. Mahallan marfu, mahallan mansub, mahallan majrur deymiz. Hikoya qilingani cümle bo'lsa, hikoya qilingani mufrat bo'lsa, taqdiran mansub, taqdiran marfu, taqdiran majrur deymiz. Şu ikkisiniki farqi bor. Şuna hikoya degan öz ayni bir anglangan lafzini o'zgartmasdan lafzini öz ayni yo'tkab keltirish yoki shu anglangan lafzining sifatini keltirish. Masalan, ra'aytu Haliden desek, men Haliden deganga o'xshash. Endi ra'aytu rajulan desek, men bir erni ko'rdim desek, ayyan deb qo'yamiz. Qaysni ko'rding, qaysarni ko'rding. Ayyan ra'ayta demakchisi. Qaysi ay rajulun ra'ayta, qaysarni ko'rding demakchisi. Ayyan ra'ayta, ayyan deb qo'yamiz. Ashada bu anglangan lafzın ra'aytu rajulan, rajulning o'z ayni kelmagan bilan uning sifati bo'lgan sifatini keltirish deb qaraymiz, ayyini keltirsak. Musannif bu vaqtda mundaq boshladi gapni. Ihki bi ayyin ma liman kurin su'il anhu biha fil vaqf aw hina tasil. Siz ayyi bilan şu ayyi bilan iningdan sual so'ralgan nakir ismni ayyi bilan hikoya qiling, mayli vaqflik holatda bo'lsin yoki vaqfsiz holatda bo'lsin, mayli to'xtagan holatda bo'lsin yoki to'xtalmagan holatda, to'xtamagan holatda bo'lsin, şu ayyi bilan hikoya qiling. Masalan, siz bir inson sizga desa, ra'aytu g'ulaman desa, siz onundan ayyi bilan savol sorsangiz, ayyan deymiz. Ayyan deb qo'ysak bo'ldi. Ya'ni ayyan ra'ayta demakchi. Çünkü mishada şu ayyan nasb qiladi. Ama haza rajulun ise mesela jaa rajulun ise ayyun deb qo'yamiz. Marartu bi rajulin desek ayyin deb qo'ysak bo'ladi. Bunda ayyi bilan so'ralgan ahvollar bor. Shunga
Ama o sual sorulduğun ayalı olsun. Caat imraatun ayyetun. Ra'aytu imra'atan ayyatan da sual soruldu. Merartu bi imra'atin kimden öttün? Ayyetin degan o'xshash. Ishkilik ko'z, ishkilik alik bo'lsa ayyayn. Ishkilik ko'plik ayollik, ishkilik ayollik bo'lsa ayyatayn, erlik ko'plik bo'lsa ayyin, ayollik bo'lsa ayyat deb shunday so'radi. Savol bilan hikoya qilinadi gaplar. Waqpanihki maliman kurin biman va nun harrik mutlaqan va ashbi'an. Vaqtpilik holatda biz baylan vaqtpilik bo'lsin yoki g'ayri vaqtpilik holatda bo'lsin, to'xtagan holatda nakrini man bilan hikoya qiling. Ammo to'xtamagan holatda ayyi bilan hikoya qilgan vaqtimizda mayli to'xtagan holatidami, vaqtpilik holatidami ayyi bilan vaqtsiz qo'shab o'qilgan holatdami ayyi bilan qildik. Ammo man bilan vaqtpilik holatda bo'ladi. Şu men bilen nakir ismini vaqfi to'xtagan holda vaqfilik holda hikoya qiling. Ya'ni vaqfilik va yoki vaqfsiz deganni biz oxirdagi ham shu masalan men bilen hikoyalik vaqfilik holatda dedi. Masalan ra'aytu rajulan desak odatda biz undan so'rasak vaqfilik mana deb qo'yamiz. Men bilen so'rasak Haza racul desek manu, meratu bir racul desek mani deb qo'yamiz. Shunga hikoya qilganda shu vaqt to'xtamada uni boshqa bir so'zga qo'shmaymiz. Qo'shmay ayrim holatda kim, nima, qaysi deb menda savol so'raganga o'xshab so'rganda men bilan nakrisni men bilan hikoya qiling va mendagi nun mutlaq harakat berildi yoki nunga mutlaq harakat bering va ashbi'an va uni shu o'zining harakatida ishba qiling. Endi u nunni o'zining harakatida ishba qiling degani endi bu nima demakchi deganda savol so'ralg'uchi rafilik so'zi bo'lsa manu, nasblik bo'lsa mana, majrurlik bo'lsa mani deb mandaq harakat berib zibarlik jaa rajulun desak kim o desak manu. Asli manu. Ra'aytu rajulan desak mana, marartu bi rajulin desak mani deb bundaq so'zimiz bo'ladi. Mushundan hikoya qiling demakchi. Va qul manani manayni ba'da li ilpani bibnayni va sakkin ta'dali. Siz ishkilik ismni shu hikoya qilganda manan marful holatini manan majrur ve mensup kalanı meneynden li ilpani ibneyndinkin. Men üçün o işkisinden bir ilpan bah, bir ulusu işkidani ulusu ülpet iliş bah desek, mesela ilpandan sual sorsak menan, ibneynden sorsak şu meneyn buldu. Ve sakın okun menan, menani, meneyni de okumayın, meneyn, menan de sakın okun, doğru kılgan bulursunuz. وَقُلْ لِمَنْ قَالَ أَتَتْ بِنْتٌ مَنَهْ وَالنُّونُ قَبْلَ تَاءَ الْمُسَنَّى مُسْكَنَةٌ. Siz أَتَتْ بِنْتٌ degan kishiga manah deng. أَتَتْ بِنْتٌ bir qiz keldi degan kishiga manah. Kim keldi? Manah deng. Ve nun, aşı manah nun ayollikning ve nun işkillikdeki ayollikning ta'sinin aldidagi nun sukunliq o'qilsin. Endi atat bintan desak, atat binta bo'lsa manah deymiz ekan. Atat bintan ikki qiz keldi desak, andada shu muannasning ta'si kelgandan keyin atat bin mantan deb qo'yamiz. Mantan ra'aytu bintayn desa min mantayn deb manda sukun o'qing demakchi. والفتح نزر وسل التاء والالف بمن باسر ذا بنسبة كلب. Fata o'qilishi azdur. Ta bilan ilibni manga qo'shang za binisbatin kalibning orqasidagi manga alif bilan ta'ni qo'shang. Demak, man bilan savol so'rganda atat bintinni o'qishda manah deymiz. Ammo atat bintan desak mantan, ra'aytu desam mantayn deymiz. Endi buningda fatha azdur, uning fata o'qilishi
Mentan demi menetan deb kelişi az. Menetan, meneteyn deb kelişi az bo'ldi. Endi Təvlən əlifni qoşan za bi nisbətin kulübnin arqısından gələn mən bilən deyir. Məsələn, za nisbətin kulüb bu ayollarni yaxşı görgücü desək. Bu ayollarni yaxşı görgücü desək. Endi kimlarni deməkçi olsaq, mənad deməkçi Menni nima qilganda jami muannas salim tariqasida keltiring. Birlikini mana, ikkilikni mentan, mentayn, jamliki manat bo'lsin demakchi. Masalan, jaat at-talibat desak, so'ralsak manat deb savol so'rang demakchi. Va qul manuna manina muskina in qila ja'a qaumun liqaumin futana. Siz manun Menin'den sukullu haletте. Ahirki nunni menune, menine değil mi? Menun, menin'den sukullu haletте. Eğer değilse ja'a kavmin li kavmin putan. Bir kavim, zirek bir kavimden kışık keldirsek, merfuluqa menun, ja'a kavmun degandiki li kavmin, bir kavim kelsek, kim keldi degenge menun deb so'rsak bo'ladi. Kimning kışık keldi demek olsak, menin deb savol so'rsak bo'ladi. Ve in tasil pelabzu men la yaxtalib ve nadirun menune fi nezmin urib. Eğer şu tasil, men labzini tutaştırıp keltirsen, vaqtlik halatda keltirmeyin men labzini. Şu bir sözü qo'shab keltirib, bunda savol so'rsangiz, mesela men antum deganga o'xshash. Mesela ja'a talibat desa, qiz o'quvchilar keldi desa, kim keldi demak, cho'ng'ani u kelganlar kim? Men antunna deganga o'xshash maqsad qilingan. Shuni agar tutashib kelsa, men degan labzi muxtalif bo'lmaydi, o'xshash holatda keladi, o'zgarmaydi. Bir xil holatda keladi, muxtalif bo'lmaydi. Masalan, ja'a atat bintun deb kelsa, manah demi. Men kagini kim demek çoğun kim o men ja'a yoki men bint o kagan qiz kim deganga o'xshash. Mana bu bo'ladi. Va manun tunulgan nazmlarda manun azdır. Lekin vasli holatda she'rlarda o'zgarib manun, manin kagan shakli bor deydi. والعلم احكينه من بعد من إن عريت من عاتب بها اقترن. Alamni hikoya qiling mendan keyin, agar u mendan keyin shu men shu huruf uning qo'shilib kelgan huruf atbidan xoli bo'lsa, hikoya qilish degan gap burun tilg'ilingan labzi qandoq bo'lsa, harakati qandoq bo'lsa, shunday holatda kirish degan bo'lar. Masalan, ra'aytu Xolidan desak, buni hikoya qilsak, alam bo'lgan ekan, men Xolidan deb hikoya qilamiz. Shunga alamni mendan keyin shunda men Xolidan deb endi aslarki bilan hikoya qiling. Agar shu menga qo'shilib kelgan huruf atbidan xoli bo'lsa, ammo hurfat bilan kelib qolgan bo'lsa-chi, masalan, ra'aytu Xolidanni harfatsiz kelsa, men Xolidan deb hikoya qilsak bo'ladi. Ammo u bilan kelsa, va men Xolidun deymiz. Va men Xolidan desak bo'lmaydi. Va men Xolidun deymiz vaqtda. Masalan, ra'aytu Aliyan deganda, u kelmasa, men Aliyan desak bo'ladi. U kelsa, va men Aliyun deymiz. Ve men aliyen kelişi durus olmaydı. Uçakda o kelse hikaye kılığı olmaydı. O kelgen şeklini hikaye demeyimiz uçakda onu. O istanab olsa men ism istifam mubtada aliyun yoki Xolidun haber deb qaraymiz. Mana bu bizning hikoya haqidagi darsimiz shundan oxirlashdi. Bugungi darsimiz mushada tamom bo'ldi. Keyingi darsimiz at-ta'niz, ya'ni shu ayollik ismlarni ayollik qilish va ayollikning alomatlari haqida to'xtalamiz.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.